Bu kofe mashinamiz bemalol 3 xil kofeni tayyorlaydi. Sizlar ko'rishinglar mumkin. Mana даже 3 qavatli kofelarni ham mana shu kofe mashina o'zi chiqarib beradi. Hozir hammanglar so'ragan mana shu kofe mashinamizda kapuchino tayyorlab ko'ramiz. Tayyorlash jarayonini esa polностью qo'yib boramiz. Hozir biz sut idishiga birinchi bo'lib sutimizni solamiz. Buni ko'rishinglar mumkin. Sutni sizlar bemalol ko'piga qilsanglar bo'ladi. Plyusga qo'ysanglar juda ham sel ko'p qilib beradi. Minusga qo'ysanglar esa ko'pigini nisbatan kamaytirib beradi. Sutimizni soldik. Keyin kerak bo'ladigan narsamiz qahvamiz bo'ladi. Kofemizni olib, asabkasi orqali bemalol o'lchab solsak bo'ladi. Temperada bosish esimizdan chiqmasin. Mana shu latte kofemiz esa xuddi shu kofe mashinasida tayyorlandi. Endi sizlar kofeni bemalol uy sharoitida arzonga tayyorlab ichsanglar bo'ladi. Bu kofe mashina sizlarni kamida 1 million 1,5 million pullarni tejaydi. Bemalol buyurtma bersanglar uylargacha yetkazib olib borib beramiz.